Agar biz kelajakda farzandimiz o'ziga ishonch yuqori bo'lishini, harakatchan bo'lishini, xato qilishdan qo'rqmasligini xohlaydigan bo'lsak, xatolardan biz ko'z yumishni boshlashimiz kerak. Suv to'kvordi, quriydi u. Ovqat to'kvordi, yuvsa bo'ladi uni. Lekin agar biz o'sha holatda bolaga cheklov qo'ysak, urishadigan bo'lsak, xato qilishdan cheklayapmiz. Xato qilmaslikka o'rganib qolgan bola kelajakda ham xato qilmaslikni kutadi u. Men yo to'g'ri qilaman, yo umuman qilmayman bo'lishi mumkin. Hayotda shuni ko'rishimiz mumkinki, muvaffaqiyatga erishgan insonlarning ko'pchiligi juda ham ko'p marotaba urinib, xato qilib, uni to'g'rilab, undan keyin muvaffaqiyatga erishgan. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Assalomu alaykum. yana ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Suhbatimiz rosa ko'pchiligiga yoqayotgan ekan. Men o'zimga yozayotganlar ham mana shuni yaxshi qilasizlar, boshqa qilasizlar deb turib yozayotganlar rosa ko'p bo'lyapti. Suhbatlarimiz siz uchun ham yoqayotgan bo'lsa, sizga ham foydali bo'layotgan bo'lsa, videoni boshidan layk qizartirib qo'yishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Bizga bu motivatsiya bo'ladi bu narsani davomiy qilishimiz uchun. Xudo xohlasa. Demak, bugungi suhbatimizning mavzusi bolani 7 yoshgacha tarbiyasi. Nimalarga ahamiyat berish kerak? Nimaga o'zi bu muhim va bu joydagi qilinadigan xatoliklar nima degan narsaga ozgina kirso degan edim Jahongir aka. O'zi odamlarda savol bo'lishi mumkin. Nima o'zi sizlar farzand tarbiyasi haqida gapiryapsizlar? Bunga qanchalik anaqalar bor? Haqinglar bor, degan savol endi ichida bo'lishi mumkin. Shunga ham to'g'ri, ozgina endi bunga men to'xtalib qo'shimcha kiritib ketishim mumkin. Endi misol uchun biz endi asosan ta'lim sohasida faoliyat yuritamiz 12 yildan beri va maktab ham ochdik yaqinda va bolani ta'limi, tarbiyasi biz asosiy o'z ishimiz shu. Misol uchun ta'limi katta mavzu, lekin ta'lim tarbiyasiz baribir bo'lmaydi. Baribir bola sizga misol maktabingizga keldi, o'quv markazingizga keldi, uni tarbiyasi xulq haqida ham o'ylaysizda va o'sha yerdagi nozik nuqtalar bor. Endi misol uchun hozir bizda bolani asosiy ko'rgandan keyin fikrlar ham har xil bo'ladi-da. xulosalar ham har xil bo'ladi. Bu negadir tarbiyasizroq. Unisicha tarbiyasi Misol chiroyli uchun, ekan. ota-ona bilan muloqot qilish jarayoni, ishlash jarayonida va bolalar bilan ishlash jarayonida ham siz ko'proq xulosalar qilasizda. Va misol uchun shu sababli ham biza misol uchun bu videolarda o'zimizni o'qiganlarimizni va xulosalarimizni asosan yetkazamiz maksimal darajada. Sababi misol uchun siz media sohasida mutaxassissiz va menda biror savol tug'ilsa, men o'zim qidirgandan ko'ra sizdan so'raganim yaxshiroq. Chunki men bilamanki, siz mendan ko'ra mana shu sohada ko'proq kitob o'qigansiz, kontentlar ko'rgansiz, izlanish qilgansiz va qaysidir savolimga siz bitta javob berishingiz mumkin. Xuddi shunaqa biz ham o'zimiz soha ta'lim bo'lganligi uchun bola tarbiyasi ta'limi haqida videoda ko'ramiz. Turli xil misol uchun maqolalar o'qiymiz, izlanishlar qilamiz. Shunaqa. Nechta bola o'qitildi hozir? Hozirgi kungacha sizni mana shu Endi o'quv markazlarimizda 100 mingdan oshgan. 100 mingdan oshiq odam o'qigan bizning markazlar, loyihalarimizda desak bo'ladi va hozir 15 mingga yaqin bola o'qiyapti. bir vaqt Hammasini qo'shadigan bo'lsak shunaqa. Zo'r. Endi nima deysiz, mana shu 7 yoshgacha farzand tarbiyasida asosiy e'tibor berilishi kerak bo'lgan jihatlar nimalar? Xatoliklar nimada? Bizni nimani bilmasdan qilib qo'yyapmiz, o'sha ishni to'g'ri deb o'ylab. O'zingizni fikrlaringizni endi bo'lishsiz aka bugungi suhbatimizdan choy ichib ko'rib o'tirgan odamlarga. O'zi umuman bu mavzuga kirishdan oldin bitta savol o'rtaga tashlab olsak, nimaga aynan 7 yoshgacha? Ha. 7 yoshgacha deyilishiga o'zi umuman farzand tarbiyasi 3 ta katta blokka bo'linadi. 7 yoshgacha, 14 yoshgacha va 21 yoshgacha. 3 ta 7 ekanda. Shunaqa, 3 ta 7. O'zi bu qayerdan kelib chiqqan desak, Ali roziyallohu anhudan hikmat bor. Ya'ni birinchi 7 yil o'ynang farzandingiz bilan, keyingi 7 yil tarbiyalang farzandingizni va undan keyingi 7 yil do'st bo'ling farzandingiz bilan. Va mana shuni asosiga juda ko'p, bu hikmat asosiga juda ko'p ilmlar mana shunaqa bo'lishadi 3 ta katta davrga. Va shuning uchun birinchi davr mana o'sha yuqorida aytilgan hikmatda aytilgan o'yin davri. Tushunasizmi? Va shu sababli ham birinchi 7 yillik olinadi. Endi bu yetmini, meni hozir 2 ta farzandim bor. Alhamdulillah, misol uchun kattasi qizim 4 yoshda, kichkinasi o'g'lim 8 oylik. Siz ham katta farzandingiz 3 yoshda, kichkinasi endi tug'ildi. Mana ikkalamiz uchun aktual davrda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan davr va mendagi hozirgi bo'layotgan bitta yaxshi holat, men o'rganganlarimni tajribada qo'llash imkoniyati bo'lyapti, chunki farzandlarim o'sha yoshda. To'g'ri, men misol uchun keyingi 2 ta 7 da hali farzandlarim yo'qligi uchun bilmayman hali, faqatgina teoriya men uchun, lekin aynan shu 7 yoshgacha bo'lgan davrda o'zimda tajribalarim, kuzatuvlarim
va xulosalarim bor. Ko'proq ma'lumot ham aytib bera olasiz. Shunaqa. Hayotdan kelib chiqib aytib bera olaman, tajriba sinab ko'rilganini. Birinchi bizdagi asosiy bir etik adashish nuqtasi deymizmi yoki chalkashish nuqtasi deymizmi? Biz bolani umuman misol uchun o'sha tug'ilgandan boshlab katta bo'lgungacha bo'lgan davrda bir xil yondashib qo'yishimiz mumkin bola tarbiyasi. Mana shu eng katta bir chalkash nuqtalardan bittasi. Nima degani bu? Bir xil Bu degani misol uchun siz 4 yoshli bolaga ham, 10 yoshli bolaga ham, 15 yoshliga ham bir xil usulda tarbiya qilmoqchi bo'lasiz. Hammasiga bola-yu deb qarab. Shunaqa, chunki ota-ona uchun hammasi farzand. Biz bitta o'zimiz misol bilgan usulda yoki o'rganib qolgan usulni hammaga qo'llamoqchi bo'lishimiz mumkin-da. Aynan mana shu nuqtada asosiy muammolar paydo bo'ladi. Sababi bolani boyagi birinchi 7 yoshida biz maktabga chiqqan boladan yoki 10 yoshli, 12 yoshli boladan talab qilgan narsamiz talab qilishimiz kerak emas. Chunki birinchi 7 yillik davr bu o'ynash davri-da. Asosiy chalkash mana shu yerda paydo bo'ladi. Bu nimadan kuzatishimiz mumkin? Ayniqsa mana bizni yurtimizda bolani kichkinaligidan misol uchun bog'chaga berganda ham ko'proq akademik fanlarga e'tibor qaratish, Aqlli bo'lsin deb. aqlli bo'lsin, tengdoshlaridan bir qadam oldinda bo'lsin, ko'proq so'zlarni bilsin, ko'proq tilni bilsin yoki aytaylik o'qishni o'rgansin maktabga chiqquncha. Bu noto'g'rimi? Ya'ni Eshitib turing mana. o'rgatish. Yozishni o'rgansin maktabga chiqquncha, matematikani o'rgansin degan yondashuv bor, tushunasizmi? Boladan akademik bilimlarni talab qilish bor. Bu fan tomonidan ham bu narsa ko'p misol uchun o'rganilingan va rivojlangan mamlakatlarda ham bu narsani aksi o'zi odatda qo'llaniladi. Misol uchun Finlandiya dunyoda o'sha ta'limi eng top namuna bo'ladigan ta'limlardan hisoblanadi Finlandiyada. Va yana bo'lib ham Finlandiyada misol uchun ta'lim olgan ziyolilar darajasi o'ta yuqori. Bizni yurtlarimizda misol uchun maktabga boradigan farzandiga ham, bog'chaga borayotgan farzandiga ham bir xil talab qo'yilishi mumkin, lekin ikkalasi ikki xil dunyoda yashayapti. 7 yoshgacha bola asosan o'ynaydi. Endi misol uchun biz o'ylashimiz savol o'rtaga tashlanishi mumkin. Unda bolaga 7 yoshgacha bo'lsa hech narsa o'rgatish kerak emasmi degan. Gap bu yerda nimadir o'rgatishda emas, uni qanaqa qilishda. Tushunyapsiz? Agar biz boladan misol uchun maktabgacha bo'lgan davrda undan o'sha matematik amallarni bajarishi, chiroyli yozish, o'qishi talab qiladigan bo'lsak, bola baribir buni sifatli uddala olmasligi mumkin va biz unga bosim qilib o'rgatgan paytimizda ozgina progress bo'lishi mumkin. Qaysi ko'zimizni quvnatadi, lekin bu yerda baribir orqaga qaytish bo'ladi. Orqaga qaytish bo'ladi. Sababi o'sha bolani o'sha davr bilan bog'liq bo'lgan holat. Endi bu davrda o'zi qanaqa ta'limni yo'lga qo'yishimiz kerak? Tarbiyada nimaga e'tibor berishimiz kerak deganda, birinchi o'rinda tushunishimiz kerakki, bu davr bolani o'ynaydigan payt. Undan katta kutib qilishimiz kerak emas. Va mutaxassislar aytishadi, mana shu davrda mana hattoki bolangiz yig'layotgan bo'lsa, yig'lama desangiz, u yig'lashdan to'xtamaydi odat. Endi siz urib, baqirib, qo'rqitib, bu qo'rqitish orqali boshqarishingiz mumkin, qaysiki umuman tavsiya qilinmaydi. Lekin mana shu davrda aynan shu holatlarda ham, hattoki bola yig'layotgan bo'lsa, gapingizga kirmasa, birinchi siz oldiga o'tirib, hissiy yaqinligingizni bildirib, bilan gaplashib, uni misol uchun qanaqadir yig'layotgan bo'lsa, bolam meni sen hozir yig'layapsan, chunki sen jahling chiqyapti deb o'sha hissiyotni unga bildirish kerak. Nima hissiyotli, tushunasizmi? Ana undan keyin o'zingiz maqsad desangiz, uni boshqarish osonroq bo'ladi o'sha 7 davr. yoshigacha. 7 yoshgacha bu, 7 yoshgacha. 7dan keyin intizom. jim o'tir. 7dan keyin intizom. 7dan keyin ko'proq intizomga o'sha tarbiyada o'sha intizom bosqichi paydo bo'ladi-da. 14 dan bo'ladi. Turib jim o'tir. endi sal sekinroqrasiz. Nimaga o'zi qo'rqitish orqali farzandni boshqarish bu eng muvaffaqiyatsiz usullardan bittasi. Afsuski, ba'zi holatlarda biz ko'rishimiz mumkinki, ya'ni shunaqa usuldagi boshqaruv qo'llagan oilalar ham bor. Chunki bola mana qo'rquv orqali qildimi, bilingki, u o'zida emas. U o'zligini ko'rsatmayapti sizga. U sizni qoidalaringiz bo'yicha yuryapti. Nimaga? Chunki u qo'rqyapti yoki siz baqirasiz, yoki siz urasiz. Sizga o'sha paytda bolangiz bo'ysunayotgandek ko'rishi mumkin, lekin ichida qarshi bo'lishi mumkin sizga. Qo'rqqanidan qilishi Yaxshi emas bu. O'zi emas, o'tda faqat sizni urishmasligingiz uchun qilinayotgan harakat bo'lar ekanda demak. Shunaqa. Shunaqa. Va yana bitta bu yerda muhim nuqta, o'zi umuman o'sha 7 yoshgacha bo'lgan ta'limda va tarbiyada birinchi o'sha aytib o'tdik, o'yin orqali asosan bola bilan munosabat qilish, hamma narsani o'yin orqali o'rgatishga harakat qilishdi. Bu davrda misol uchun matematika o'rgatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Til o'rgatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Muammo yo'q. Lekin bola ertalabdan kechgacha matematika, ertalabdan kechgacha faqat til, faqat mashg'ulot bilan undan supermen qilishga harakat qilishimiz kerak emas. To'g'risizmi? Agar bola misol uchun injiqlik qilyaptimi, demak yoqmayapti.
mashg'ulotni alishtirish kerak. Tushundim. Tushunasizmi? Misol uchun bizda kattaroq kutilma qo'yish holatlari uchrashi mumkin. Ya'ni misol uchun bolam endi bu yaxshi niyatda albatta, ikkita tilni bilsin, yoshiga uchta tilni bilsin. Lekin bu bolaga yoqmayaptimi? Bola injiqlik qilyapti, bola qabul qilmayaptimi? Shu narsani demak to'xtash kerak bu yerda. Tushunasizmi? Har bitta bola baribir o'zi individual, hattoki farzandlaringizni ham ko'rishingiz mumkin, bittasi ikkinchisidan farq qiladi, tubdan farq qilishi mumkin-da. Shuni inobatga olgan holatda bolaga kichkinaligida bosim qilmaslik eng muhim tarbiyadagi va ta'limdagi yondashuvlardan bittasi. Bosim qilish deganda misolni aytib bera olasizmi? Misol Misol uchun bosim siz- degani hamma har xil tushunishi mumkin-da. Men misol o'g'limni majburlab o'zim bilan ko'chaga olib chiqib ketishim mumkinligi Yo'q, yoki bu yerda- qayergadir borgisi kelayotgan bo'lsa, o'tga yo'q, bormaysan, mana bu yerda qolasan, uyda oying bilan o'tir deyishim yoki shunga o'xshagan narsalar bosimga kiradimi yo bosimga kirmaydimi? Aytib, siz bilan ketaman ishga deyapti. Men ishga ketyapman. Yo'q, qolasan deb turib unga olib ketmasligim bosim bo'lib qoladimi? Yo'q, shunaqa primerlar Yo'q, bilan man aytsa man nazarda zo'r bo'ladi. tutgan bosim bu bola ko'proq ta'limidagi bosim. Mhm. Ya'ni misol uchun siz bolangizni misol uchun hali o'zini tilini yaxshi bilmasdan ikkita tilga berishingiz mumkin. Tushunasizmi? Bu yerda agar biz shunaqa qiladigan bo'lsak, bu yerda bolada ikkita til ham rivojlanmay qoladi. Bola mohiyatni ona tilida tushunib olish kerak-da. Misol uchun siz nimadir ma'lumot aytsangiz, uni birinchi o'zini tilida tushunish kerak. O'zi qaysi tilda tushunish kerak. Qarasang, u ruschani chala bilsa, inglizchani chala bilsa va o'zbekchani chala bilsa, qaysi tilda tushunadi? Buni qaysi til ona tili bo'lib shakllanishi kerak. Tushunasizmi? O'sha davrda misol uchun hali ona tili shakllanmasdan uyda o'zbekcha gapirasiz, lekin misol uchun 3-4 yoshdan uni misol uchun ikkita tilga berib, undan ko'p narsa talab qilib, undan misol uchun juda ilg'or bolani yasashga harakat qilish kerak emas. Yoshligidan, unchalik Yoshligidan. Lekin bu siz aytgan holatlarda o'zingiz bilan qayergadir olib borishingiz, yangi tajribalar ko'rishi bu faqatgina unga ijobiy ta'sir qiladi. Shunaqa qilish ham kerak. Bu yerda lekin yana bir nozik nuqtasi, siz chegaralarni bilib olishingiz kerak. Misol uchun albatta ertalab uydan chiqayotgan paytingiz farzandingiz aytadi, "Ada, meni ham olib keting" deydi. Lekin siz olib keta olmaysiz, buni bilasiz. O'sha shunaqa paytda yo'q deyishingizni o'zi muammo yo'q. Muammo yo'q. Unga tushuntirishga harakat qiling. Misol uchun, "Yo'q, bormaysan" degandan ko'ra tushuntirishga. Misol uchun, menda ham shunaqa bo'ladi. To'ng'ich farzandim qiz bola bo'lgani uchun, qiz bola bilasiz, otasiga mehribonroq. Ertalab ba'zan yig'lashi ham mumkin. "Meni ham olib keting o'zingiz bilan" yoki "Ketmayman" deb yig'lashi. Men tushuntiraman o'shanda. Oldiga o'tirib olib tushuntiraman. "Meni qizim, qarang, men adalar ishlaydi. Onalar mana uyda misol uchun siz bilan vaqt o'tkazadi. Men ishga borishim kerak. Men ishga bormasam, misol uchun bizni ro'zg'orimiz kimdir tebratish kerak bo'ladi. Tushunasizmi? Men misol uchun mana shu paytlarda men mana shu savolni eslab qolamanda va referens qilishga, bog'lashga harakat qilaman. Misol nimadir olib bersang aytaman, "Mana qizim, qarang, men sizga bugun mana narsani sovg'a qilyapman. Chunki men ishladim, ishlab pul topdim-da, men shunga sotib olib sizga sovg'a qilyapman. Tushunyapsizmi?" deyman. Ha, prosta yo'q, ketdimman deb Shunaqa. ketish kerak emas do'sti. Shunaqa, ya'ni mana o'zi umuman agar biz mana 7 yoshgacha farzandimiz bo'lsa, asosiy ta'lim va tarbiyadagi yondashuvni tushunib olsak, ya'ni unga biza boshqacha buni iliqlik kerak unga, yaqinlik kerak, mehr ko'rsatish kerak. Faqat talab qilgandan ko'ra. O'shanaqa sog'lom munosabatda bola katta bo'lsa, o'zi bola 5 yoshgacha bu bir joyda o'qigandim, o'sha Garvard universitetida tadqiqot o'tkazilgan. Bola miyasi 90% 5 yoshgacha o'zini arxitekturasini qurib oladi-da. U davrda akademik bilim berish kerak emas, bu fundament. Nimalar kiradi arxitekturaning ichiga? Bolani asosiy fundamental undagi misol uchun hissiyotlari, tushunasizmi? Ba'zi bir fundamental ko'nikmalari o'sha yoshda paydo bo'ladi. Va o'shani paydo qilayotganda biz undan ko'proq akademik talab qilish emas, balki o'sha uni hissiyotlarini nomlash yoki undagi qaysidir fundamental ko'nikmalar shakllantirishga yordam berishimiz kerak ota-ona sifatida. Va bu yerda boya aytganimdek biz yondashuvni bilib olsak, ya'ni men juda ham xohlagan bo'lardim ota-onalar aynan shu kichkina, o'zim ham shunaqa qilishga harakat qilaman. Men o'zimni ideal demoqchi emasman u bilan. Harakat qilishimiz kerak desam to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni bolani xatti-harakatlarini kuzatishimiz kerak-da ko'proq. O'zini qanaqa tutyapti va bu tutishiga ko'pincha sabab bo'ladi. Misol uchun, birinchi narsa bolada o'sha qo'rquv bo'lishi tabiiy. Biror bir narsa qilayotganda ishonchsizlik bo'lishi tabiiy. Misol uchun, men o'zimning holatimda endi kichkinam, hali kichkina, to'ng'ich farzandimda endi qiz bola qo'rqish holatlari bor. Misol uchun, Noto'g'ri qilib qo'ymayapmanmi deganmi? Shunaqa xato qilishdan qo'rqadi. Xato qilishdan qo'rqadi va yana ba'zi joylarda oddiy bu
kachilikda turgan bo'lsa, biz sakratsam sakrashdan qo'rqishi mumkin. Tushundingiz? O'sha joylarda men uni aytaman-da, bunda mana shu turibman, qo'rqma, sakra, sakra, misol uchun, tushunasizmi? Yoki bu joyda bunda tushayotgan bo'lsa, ko'raman, xavfsiz joymi aytaman. Men unga tushirib qo'ymayman aytaman. O'zing sakrab ko'r. Ha. Yoki biror ish o'zing qilib ko'r deyman. Tushunasizmi? Ya'ni undagi men harakat qilaman, men ozgina erkinroq qo'yish orqali undagi qo'rquvni kamaytirishga yoki hamma narsadan qo'rqadigan bo'lib bola qolmasligi bo'lib uchun. qolmasin, ertaga o'zi hech narsa qila olmaydigan odam bo'lib qolmasin. Shunaqa, mana misol uchun Har doim kimdir qilib berishi kerak, unga degan narsa bo'lib qolmasin. Tem bo'li birinchi farzandni hamma mana bunaqa qilib, buvilari, dodalari, onalari hamma qo'lida ko'tarib katta qiladi-yu, unga hamma narsa qilib beriladi. Va shuni natijasida ko'pincha unda demak yoshligidan mana bu hozirgidagi holatda, ya'ni o'ta qattiq yaxshi ko'rish orqali siz farzandingizga hamma narsa qilib bergan paytda siz farzandingizga zarar keltirayotgan bo'lasiz. Nimaga? Chunki farzandingizda shakllanish kerak bo'lgan ko'nikmalar bor. O'zini o'zi eplashi misol uchun, tushunasizmi? Undan tashqari bu o'ziga ishonch paydo bo'lishi kerak. Hamma narsa faqat yordam kutadigan bo'lib qolish kerak emas-da. Endi qarang, mana shu o'ziga ishonch urug'ini siz bola kichkinaligidan ekasiz. Misol 14 yoshga borganda, nimaga mani o'g'lim yoki qizim o'ziga ishonchi past degan savol berilmaydi-da. Chunki u shakllanib bo'ldi. Undagi ko'p hissiyotlar, xususiyat shakllanib bo'ldi. Undan keyin o'zgartirish mumkindir, lekin samarasi kamroq bo'lishi mumkin. Endi men o'zim qo'llaydigan usullardan bittasi, unga e'tibor berganman. Ba'zi holatlarda qizim misol uchun suvdan ocha olmaydi. Yoki oddiygina nam salfetkadan ocha olmaydi-da. Endi tabiiyki ba'zilar qattiq bo'lishi mumkin. O'sha yerda men nima qilaman? Qani berchi deyman. Sal bo'shatib qo'yaman-da. Bo'shatib, yo'q, bundoq ko'raman-da, u sezmaydi. Bo'shataman-da, yana sal yopib qo'yaman, qo'liga beraman. Yo'q, sen ocha olmaysan deyman. Yo'q, ocha olmayman deydi. Yo'q, ocha olmaysan. Bitta qilib ko'rgin deyman, tushunasizmi? Bundoq qiladi-da, voy deydi. Tushunasizmi? Ya'ni o'zi ochganini his qiladi-da. Salfetkalarda ham shundoq sal yirtib qo'yaman-da, qattiq bo'lsa. Sekin bundoq qani ko'raychi deyman. Bilmaganda bundoq qiladi. Yo'q, ocha olmaysan. Menga ocha olmayapman deb beradi-da. Ocha olmaysan deyman. Tushunasizmi? O'sha o'zi ochadi keyin wow degan, unda o'zgarish, ya'ni qila oldim degan narsa. Men bu orqali harakat qilaman, unda o'ziga ishonch ko'proq bo'lishini, ya'ni atrofdan yordam kutmasdan o'zi ko'proq harakat qilishini. Tushunasizmi? Yoki mana shu yerda yana bitta yondashuv bor. Biz farzandimizni yoshligida ko'proq aqlli bola degan usulda biz maqtashimiz mumkin. Oddiygina juda ko'p biz kundalik hayotda ishlatadigan so'zimizda. Aqlli bola deb maqtaganimizdagi bitta nozik joyi, bola ko'proq o'zini qobiliyatiga ishonib qoladi. Harakatga emas. Lekin shu narsani biz hayotda ko'rishimiz mumkinki, qobiliyat ham ba'zi joyda yutqizadi harakatga. Ko'proq harakat qilgan inson ko'proq natijaga erishadi ba'zi holatlarda. Endi bu holatda qanaqa o'zi qilish mumkin deydigan bo'lsangiz, qanaqa maqtash kerak? qanaqa maqtash mumkin? Misol uchun, meni qizim, siz hozir qattiq harakat qildingiz-da, shuning uchun mana bu natijaga erishdingiz. Barakalla deyish mumkin. Bu boyagi aqlli, yaxshi degandan ko'ra uni harakatiga urg'u beryapsiz. Bolaki nimani tushunadi? Qiyinchilik bilan bo'lsa ham harakat qilishim kerak ekan. Taslim bo'lmaslikni. Tushundingizmi? Endi agar siz bolani aqlli deb maqtaversangiz, u xato qilishdan qo'rqib qoladi. Nimaga? Aqllilik bu status. O'shani yo'qotishdan qo'rqadi. Tushunasizmi? Ya'ni aynan mana shu davrda bolaga ko'proq o'ziga ishonchni uyg'otadigan ishlar qilishga undashimiz va biz ota-ona sifatida uni xatti-harakatlarini kuzatib, o'shanga undashimiz kerak. Tushunasizmi? Ya'ni ko'proq uni harakatga undaydigan ishlarni qilishimiz kerak. Buni hammasi kuzatuvdan bo'ladi-da. Lekin agar biz kichkina farzandimizga katta farzandimizdagi yoki to'laqonli kattalardagi munosabat bildirsak, mana shu juda nozik nuqtadan inobatga olmayotgan bo'lib qolamiz. Jahongir aka, shoshilmang aka. Bu katta mavzu. Hozir ikkita bola, kichkina farzand, katta farzand. Sizda mana 8 oylik bitta farzandingiz, 4 yoshli bitta farzandingiz bor. Ularni alohida bir-biri bilan mehribon bo'lishi, bir-bir o'zaro stress bo'lib qolmasligi haqida bitta hozir sal keyinroq balki kattaroq gaplashaylik. Undan oldin menda yig'ilib qolgan joylari bor, savollar bor. O'shalarni ochaylik. Demak, xulosa qiladigan bo'lsa, bolani o'ziga nisbatan ishonchi, qilayotgan harakatlariga nisbatan ishonchi, kelajakdagi muvaffaqiyatini kaliti qaysidir ma'noda 5, 6, 7 yoshgacha o'zi aniq bo'ladi. Fikrini yetishi, ko'nikmalarning fundamenti paydo bo'ladi. Fundamenti keyin shuni ustiga qolganlari ustiga quriladi hammasi. Misol, fikrini yeta olishi, nimadir narsani qilishdan qo'rqmasligi. Eng ko'p biz qiladigan xatolardan bittasi,
biz fundament qurish o'rniga akademik bilim berishga harakat qilamiz. Bolamiz ustunroq bo'lishi uchun. Lekin 7 yoshgacha bola tarbiyasi haqidagi kitoblarni, izlanishlarni o'qib ko'rsangiz, hammasi teskarisini tavsiya qiladi. Bu yoshda bolani ko'nikmalarini shakllantiring. Ko'proq vaqt o'tkazing. Ota-onadan mehr his qilsin ko'proq. Tushunasizmi? Yaqinlikni his qilsin ota-onadan. Va bu jarayonni ko'rib o'rganadi va o'ynab o'rganadi. To'g'rimi? Ko'rish, o'ynash va shu bilan birgalikda namuna olish orqali ham o'rganadi, aynan mana shu davrda. Chunki bu davrda bola mantiqan tahlil qilmaydi. Biz undan misol uchun mantiqiy javob kutishimiz ham kerak emas. To'g'ri, noto'g'ri misol uchun- degan fikr bo'lmaydi, hammasini shunaqa bo'lishi kerak ekan deb qabul qiladi. Shunaqa va yana misol uchun yig'layotganda nimaga yig'layotganini ham bilmasligi mumkin. Biz hali o'zini boyagi hissiyotlarini baholay olmaydi-da, boshqara olmaydi, tushunmaydi hissiyotlarini. Biz misol uchun yig'layotgan bolaga yig'lama yoki jim bo'l deyishimiz mumkin, lekin bu samarasiz. Ya'ni bunaqa yondashuv qilinmaydi u bolaga. Misol uchun 7 yoshdan keyin siz bunaqa etsangiz yaxshiroq tushunishi mumkin. Lekin kichkina bola siz oldiga o'tirishingiz kerak. Mana juda ko'p aynan mana shu holatlarda men o'qigan ma'lumotlarda nima deyiladi? Birinchi o'rinda siz yig'layotgan bola bo'lsa, yoniga birga o'tiring. Gaplashing u bilan. Mana misol bizda bitta holat bo'lgan. Endi qizim nimadir holat bo'ldi, sal qoqilib tushdi. Qoqilib tushdi-da, yomon tushmadi va yig'lashni boshladi. O'sha payt shartta turg'izib qo'yishingiz qanchalik? Misol yiqildi, voy bolam deb shartta turg'izib. Endi bu yerda holatga bog'liq. Holatga. Albatta o'ta ekstrem holat bo'lsa, albatta siz farzandingizga birinchi yordam ko'rsatishingiz kerak. Lekin kichkina yiqilishlarda men o'ziga qo'yib beraman. Katta reaksiya qilish kerak emas. Umuman naborot e'tibor bersangiz, siz qancha reaksiya qilsangiz farzand isterikasi shuncha oshib ketadi. Balandroq yig'lashni boshlaydi. Qattiqroq janjal qilishni boshlaydi. Qancha bizda shunaqa odat bor. Biz bu narsa oldin kelishib olganmiz. Oilam bilan, ya'ni farzandimiz xavfsizroq muhitda qoqilsa, yig'lasa, nimadir har biz katta reaksiya bildirmaymiz. Bildirmaydi. Misol uchun men ovqatdan o'tirgan bo'lsam aytaman-da, bunday qarayman-da. Bo'p turadi, hech qisi yo'q, qizim, qani keling. Yiqilish tabiiy degan narsani singdirishdi. Shunaqa. Tushunasiz? Endi misol uchun siz har doim birinchi yordamga shoshaversangiz, sal qo'lini turtib olsa uyda, sal yiqilib tushsa, nimadir birinchi yordamga shoshaversangiz, bola qolganlardan yordam kutadigan bo'lib qoladi. Katta bo'lganda ham. Shunaqa. Endi chunki biz aytdik-ku, 7 yoshgacha ko'nikmalar fundamentlari paydo bo'ladi. Endi misol uchun qoqilib tushdi, 3 yoshda, misol uchun yoki 2 yoshda bola yurishni o'rganyapti. Ozgina yengil bu misol uchun, albatta divandan tushib ketish emas, u paytda birinchi yordam berishingiz kerak, jiddiy bo'lmasligi uchun. Albatta. Qoqilib tushdi, bunda ko'rdingizda, agar siz voy bolam nima bo'ldi deb sraz reaksiya qilsangiz, bola shunga moslashadi. E'tibor talab, misol uchun bu davrda ko'proq mehr kerak-da unga. To'g'risi, boya siz aytdingiz, ikkita farzandning orasidagi munosabat dedingiz-ku. Misol uchun birinchi farzand 3-4 yosh bo'lsa, keyingisi dunyoga kelgandan keyin ba'zi holatlarda farzandlarda reaksiya o'zgarish holatlari bo'ladi. O'zini tutishida o'zgarishlar bo'ladi-da. Buni ham negizi bola mehr xohlashiga borib taqaladi. Chunki bu davrda bola jarayonlarni ratsional, misol uchun mantiqqa asoslanib fikr analiz qila olmaydi, tahlil qila olmaydi bu jarayonlarni. Hammasi mehr ustiga quriladi. To'g'risizmi? Mehr ustiga quriladi. Shuning uchun ham bu davrda men o'zim harakat qilaman. Maksimal darajada endi kichkina farzandimizga biz endi u hali juda kichkina bo'lganligi uchun endi albatta qo'limizni ko'tarib erkalab muomala qilamiz, lekin katta farzand endi gapiradi bemalol va o'zining emotsiyalarini endi sekin-sekin taniyotgan paytda ko'proq mehr berishga harakat qilamiz. Demak, yoshligidan bizni bolaga o'rgatishimiz kerak bo'lgan narsalar nima? Birinchisi qo'rqitib qo'ymaslik, ikkinchisi o'zini qo'lidan kelishi mumkinligi, harakat qilish kerakligini sekin-astalik bilan tushuntirish. Kichik harakatlarda, kundalik harakatlarda. Uchinchisi qanaqadir muvaffaqiyatsizliklar bo'lganida uni oson qabul qilishga yo'naltirish. Ya'ni yiqilsa sirazi anaqa qilib qo'ymaslik, har doim unga yordam beravermaslik. Maqsad uni mustaqil qilib tayyorlash. Shunaqa. To'rtinchisi unga bosim berib, undan ko'p narsa kutib, undan akademik bilimni talab qilish emas, balki uni emotsiyalarini boshqarish haqida ko'proq ishlashimiz kerak. Juda chiroyli xulosa qildingiz. Juda chiroyli xulosa qildingiz. Men yana bitta narsani qo'shgan bo'lardim. Bu o'sha kichik yoshdagi farzandlarimizga o'ta qattiq cheklovlar qo'yish. O'ta qattiq. Misol uchun bizda mana buni ingliz tilida overreaction deydi. Reaksiyani o'ta ortib ketish. Misol uchun faraz qilaylik, farzandingiz suv to'kyapti, choy to'kyapti. Endi choy issiq bo'lishi mumkin, bu boshqa bitta holatgacha suv to'kyapti.
3 yoshli farzand suv ichmoqchi edi va ustiga to'kib yubordi. Qattiq ovqat to'kib yuborishi mumkin, tushunasizmi? O'sha paytdagi reaksiya Jahl chiqib ketmasligi kerak. qanaqa bo'lishi kerak degan o'zim anaqani o'rtaga tashlaydi bir Mhm. masalani. Agar biz kelajakda farzandimiz o'ziga ishonch yuqori bo'lishini, harakatchan bo'lishini, xato qilishdan qo'rqmasligini xohlaydigan bo'lsak, mana shunaqa xatolardan biz ko'z yumishni boshlashimiz kerak. Tushunasizmi? Va bu holatda misol uchun suv to'kib yubordi, quriydi u. Artoqsa bo'ladi. Bopladingiz-ku deb bundoq qilib qo'ysa bo'ldi, to'g'rimi? Ovqat to'kib yubordi, misol uchun divanga to'kib yubordi. Yuvsa bo'ladi uni. Lekin agar biz o'sha holatda bolaga cheklov qo'ysak, urishadigan bo'lsak, biz uni o'sha cheklayapmiz. Xato qilishdan cheklayapmiz, tushunasizmi? Uni yuvib bo'lmaydi. Lekin xato qilmaslikka o'rganib qolgan bola kelajakda ham xato qilmaslikni kutadi u. Uni kutuvi hayotdan. Men yo to'g'ri qilaman, yo umuman qilmayman bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Lekin biz hayotda shuni ko'rishimiz mumkinki, muvaffaqiyatga erishgan insonlarning ko'pchiligi juda ham ko'p marotaba urinib, xato qilib, uni to'g'rilab, undan keyin muvaffaqiyatga erishgan. Biz agar farzandimizdan mana shunaqa maqsadga intiluvchan bo'lishini, taslim bo'lmaslikni, chidamlilikni kutayotgan bo'lsak, chunki hayotda har xil sinovlar bo'lishi mumkin-da. Bu davrda misol chidamlilik, bo'y sabr qila olish o'ta muhim. Yoki o'sha qiyinchiliklarga turib bera olish va xato qilsa taslim bo'lmaslik. Mana shu holatlarda buni fundamentini biz o'sha kichik detallardan boshlab qurishimiz kerak. O'ta qattiq cheklov qo'ysak, misol uchun, uni qilma, buni qilma. Misol uchun kiyimini sal kir qilsa, nimaga kir qilding kiyimni? Urush-urish. Kiyim bo'lgandan keyin kir bo'ladi-da, nima Qo'rqoq bo'lsin? qilib qo'yadi bolani. Tushunasizmi? Bu qo'rqoq qiladi va ota-onaning ko'ziga qarab turadi har doim. Xato qilmaydi. Xato qilmaydi. Nimaga? Mustaqil harakat Chunki qilmaydi. Xato qilsa biladi, gap eshitadi-da u. Lekin buni kichik narsalarda, mana misol uchun, endi albatta joniga ziyon yo'qmi? Va boshqalarga o'ta katta ziyon yo'qmi? Qo'yib berish. Qo'yib berish kerak. Mayli, misol uchun narsa to'ksin, nimadir sindirib qo'yishi mumkin. Endi bu yerda endi sindirib qo'ysa, o'ziga agar ziyon bo'ladigan holat bo'lsa, uni o'zini biz himoya qilaylik, lekin nimaga sindirding deb o'sha arzimas matoh uchun bolamiz urishmaylik. Hech narsa Chunki bu narsa miyasida qolib ketadi. Bu narsa o'sha undagi fundamental kodikni noto'g'ri shakllanishiga olib keladi. Даже bitta bog'chaga bordim. Chig'atoydagi bog'chani tavsiya qildingiz-ku. Borganimda o'sha rahbar tushuntirib berdilar. Holligi endi qattiqda, ko'p bog'chalarda gilam soladi, yumshoq qilib qo'yiladi-ku. Nimaga bunaqa qattiq yiqilib tushsa hech narsa qilmaydimi desam, shu yiqilib tushishini biz xohlaymiz. Anaqa yiqilsin, yiqilsa hech narsa qilmasligini, endi turib ketishligini ko'rsin yoki nimadir narsani sindirib ko'rishini xohlaymiz biz. Anaqa tushgandan keyin u o'ziga, sog'lig'iga zarar boshqalarga zarar yetmagan holatda bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa mayda-chuyda bir arzimas matohlarni biz farzandimizning o'ziga ishonchini sindirib qo'yishimiz mumkin yoshligidan. Rosa 2-3 marta shunaqa bo'lgandan keyin bola qo'rqadi. Lekin biz maqsadimiz bu arzimas, misol uchun 50 ming so'mlik stakanni saqlash emas maqsadimiz. Maqsadimiz bolamiz o'ziga ishonchni shakllantirish. Mana shunaqa cheklovlarni me'yorida qilish kerak deb hisoblayman. O'tda misol uchun bolani cheklab mana shunaqa bo'lgandan keyin bolada kreativlikka ham qiziqish, kreativlik ham shakllanmaydi-da. Nimaga? Chunki kreativlikda siz bir narsa haqida o'ylasangiz, qanaqa baho berilishini oldindan bilmaysiz-ku. Endi kreativlik ham qilishga qo'rqib qolish mumkin-da. Bolani maksimal darajada cheklab qo'yishimiz mumkin. Mana shunaqa joylarda ozgina erkinlik berib, misol uchun, o'ta ham bolani boyagi paypaslash kerak emas, chunki baribir katta hayotga bola qadam qo'yganda biz oldida bo'lmaydigan nuqtalar ko'p. Bog'chaga chiqdi bo'ldi. Bola o'zini aktiv 6-7 soatni siz bo'lmagan muhitda o'tkazyapti. Biz bog'chada ham bilan yura olmaymiz, maktabda ham bilan yura olmaymiz. Ya'ni bolani mustaqil bo'lishga yoshligidan o'zimiz tayyorlashga bir hissa qo'shishimiz kerak. Shuning uchun, misol uchun biz uyda kelishib olganmiz, maksimal darajada agar joniga va boshqalarga ziyon yetmaydigan holat bo'lsa, umuman reaksiya qilmaymiz. Misol uchun nimadir to'kib qo'yadi, men sochiq olib beraman, salfetka olib beraman, mana marhamat, joy tozalab qo'ying. Tushundingizmi? Mana shunaqa narsa. Mana shunga bitta bog'liq bo'lgan yana bir fikr hozir hayolimga kelib qoldi, shuni ham aytib ketaman. Bu bolalarni o'sha yoshligidan mustaqil qilishdagi bolalarga uy ishlarini qildirish masalasi bor. Uy ishlarini qildirish masalasi. Ba'zi holatlarda ko'rishimiz mumkinki, maktab yoshidagi bolalarga ham ota-onasi ovqat yedirib qo'yganini ko'rishimiz mumkin. Ovqat yedirib olmasligini ko'rishimiz mumkin ba'zi holatlarda. Ya'ni bola mustaqil emas, hattoki o'zini eng fundamental ehtiyojini qondirishda ham mustaqil emas bola. Mana shu holat. Mana shu o'ta bir
katta signallardan bittasi. Ya'ni biz qaysidir nuqtada adashayotgan bo'lishimiz mumkin. Va yana bitta tadqiqot, izlanishlar borki, yoshligida uy ishlarini ko'proq qilgan bolalarni muvaffaqiyati bilan bog'liqlik darajasi yuqori. Yoshligi 7 yoshgacha-da, to'g'rimi? O'zi 7 yoshgacha siz nimadirlar qilishni o'rgatsangiz, u yog'ida unda O'zi qilib ketadi. qon-qoniga singib ketadi. O'zi qiladi. Misol uchun bu nima endi uy ishi deganda albatta siz undan qanaqadir sifat kutmaysiz. Uni nimadir bilan band qilish kerak. Mana misol uchun biz uyga birga kirib kelamiz va qizimga aytaman, "Qizim, oyoq kiyimlarni taxlab qo'ying" deyman. Va to'g'ridan to'g'ri aytsam ba'zan qilmaydi. Biz kelishib olganmiz, o'yin o'ynaymiz, ya'ni aytaman, "Qaramay turing" deydi. Men ko'zimni bekitib turaman. Taxlaydi, keyin qarang deydi. Bunday qarayman, deb reaksiya bildiraman. Tushunasizmi? U xursand bo'ladi o'shandan. O'ynab o'rgatish mana shunga kiradi. O'ynab, mana shunga, ya'ni boshida aytganimiz. siz nuqtalar topishingiz kerak-da. Qaysidir nuqtada tushuningki, bola gap qabul qilmayapti, o'yin orqali borish kerak bunga. Bolani chalg'itish kerak. Ya'ni misol chunki o'yinni tushunadi ko'proq. Boy kitob o'qishi kim anaqa qilganingiz o'yin bilan shuni ham bitta aytib bersangiz men o'zimga aytib deysiz, ana o'yin o'ynab kitob o'qishni o'rgatganingiz qizingiz o'qigisi kelmayotgan vaqtgacha Qaysi holat deydi? WhatsApp uchib turuvdingiz uyda. Esladim. Yoningizda qizingiz kitob o'qib o'tiruvdi. Mana misol uchun bu mana bugun ertalab bo'lgan holat. Boya sizga aytib berdim. Ertalab mana shu bomdoddan keyin ozgina vaqtim bor edi. Velotrenajga o'tirib, velosiped uchishni reja qilyotgandim. Qizim uyg'onib qoldi. 5:30 da uyg'onib qoldi. Endi hozir hamma uxlayapti, u uyg'ondi. Endi men uçsam hozir yoki men u bilan vaqt o'tkazishim kerak, yoki men velosiped uchishim kerak. Mashg'ulotni bajarishim kerak. Endi men ikkalasini qo'shish yo'lini o'yladim. Men bitta shu choyshapni oldim, to'shadimda, oldimga aytdim, piknik qilamiz dedim. Piknik qilamiz dedim. Termosga suv olib kelib berdim. Olmani yuvib, chiroyli qilib to'rab, narsalarni, boya sanchiqlarni qo'yib, chiroyli olib kelib berdim-da. Keyin aytdim, demak, sen mana shu yerda o'tirib o'ynaysan, men oldingda shug'ullanaman. Kelishib oldik shuni. Keyin kitobini olib keldi, sekin chizishni boshladi, injiqlik paydo bo'lishni boshladi. Demak, bu degani u bu mashg'ulotdan zerikdi, nimadir o'zgarish qilish kerak. Tushundingizmi? Misol uchun o'sha payt biz agar aytadigan bo'lsak, qilmashishni, jim o'tirgin, men bandman deydigan bo'lsa, bu juda noto'g'ri yondashuv bolaga nisbatan. Chunki siz bolani tilida gaplashmayapsiz-da. Tushundingizmi? Endi men e'tibor berdim, qarasam, bir ikkita ko'rsatmalar beryapman, qilmayapti. Oddiy narsa. Misol uchun, qani buni topib bunga bog'layinchi desam, misol uchun, yo'q, qilgim kelmayapti, ruchkam yozmayapti, o'zi yozyapti, yozmayapti. Anta turibdi, olib keling desam, yo'q, olib kelmayman. Tushundimmi? Injiqlik qildi, shunda to'xtatdim. Mashg'ulot to'xtatib, oldiga o'tirdim. Nima bo'lyapti dedim. Aytdim, shu menga yoqmayapti, meni yozyapti-kusam, yo'q, yozmayapti, tushundim. Yuring, boshqa ish qilamiz dedim-da. Bitta qo'ldan ushlab sekin zalga bordik. Endi bizda zalda stol ustida asosan kitoblar turadi. Shu anaqa qilib qilni qaratdi. Voy dedi. Boyagi kesadigan anaqa tarqatma material onasi chiqarib bergan ekan, o'sha material olib kesaman dedi. Juda ham zo'r, ketdik dedim. Shundan keyin unga yangi vazifa berdim. Aytdim, endi siz mana rasmini oling-da, hammasini kesib turib, chiroyli qilib kesish kerak faqat dedim-da. Keyin yana boshqa rasmni ko'tarib keldi. Mana menda yana bor deb ko'tarib kelib, qaychini oldi-da. Va o'sha yerda yana yarim soat o'tirdi. Ya'ni bundan oldingi mashg'ulotdan bola charchadi va keyingi mashg'ulotga o'tdi. Mana shunaqa davrlarda biz agar kattaligi bergandagi ko'rsatma bersak, bor boshqa ish qil desak, bola tushunmaydi buni. Yig'lama, tez qilib o'tirmasin, jim o'tir. Tushunmaydi bu. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri emas, siz tushunishingiz kerak. Bu bola bunga o'yin orqali tushuntirish kerak. Yoki hissiy yaqinlik kerak. Ya'ni siz oldiga o'tirasiz, bir ham o'tirishingiz kerak, oldiga o'tirasiz, qaraysiz misol uchun. Ozgina kutasiz, yig'laversin misol uchun. O'chir ovozingni deyish kerak emas-da, yig'lasin. O'zi jim bo'lib qoladi. Bizda shunaqa qoida bor, yig'lasa ham biz reaksiya qilmaymiz. Yig'li. Chunki yig'i bu emotsiya. Ba'zi holatda asoslanmagan bo'ladi, bolaning injiqligi tufayli bo'lishi mumkin va buni siz ozgina eshitishingiz kerak. Qaraysiz, eshitasiz va u sizni reaksiya bildirmayotganingizni ko'radi. Nimaga mehr kutayotgan bo'lishi mumkin, ish bermayapti endi. Endi sal o'ziga keladi. O'sha paytda misol uchun biz sekin gaplashamiz. Misol uchun, qizim, qani, siz hozir yig'layapsiz, a? Ta'kid kelmayishin ekanda. Mana shunaqa holat bo'lyapti. Tushunasizmi? Keyin boshqa narsa qilamiz. Keyin mashg'ulotni alishtirish kerak, tushundingizmi? Misol uchun ba'zi holatda men chalg'itish uchun, misol yig'layotgan chalg'itish uchun qo'lni olaman deb ketdik. Biz endi sayrga ketdik uy ichida. Boshqa obraz, chunki bolalar e'tibor bersangiz, xola o'ynaydi, bolakasim o'ynaydi, boyagi har xil obrazdagi nimadirlarni o'zlari o'ylab topadi-yu. Bolaning dunyosi bor-da, tushunasizmi? Siz o'sha dunyoni sun'iy ravishda paydo qilasiz. Misol uchun qo'ldan ushlayman, aytaman, ketdik, biz sayrga ketyapmiz deyman-da. Ketdik deyman, men rolga kirib yurganimdan keyin u ham rolga kirishni boshlaydi. Miyasi boy yig'ini esdan chiqardi. Shunda boshqa obrazga kirdi-da. Zalda 2 marta aylanamiz-da.
keyin ozgina tezroq yuguraman, yetib ol deyman, ozgina yuguradi ham bo'ldi deyman, mana endi boshqa mashg'ulotga o'tiramiz. Tushundingizmi? Ya'ni biz ota sifatida, ona sifatida mana shunaqa paytlarda ozgina sabr qilsak va to'g'ri reaksiya bildiradigan bo'lsak, bola o'zini boshqacha tutishni boshlaydi. O'ziga ishonch paydo bo'ladi. Tushunasizmi? Ota-onadan yaqinlikni his qiladi. Ya'ni sizni chunki 7 yoshgacha bo'lgan davrda mehr-muhabbat ko'rsatish o'ta muhim. Uni urishish emas, undan katta talab qilish emas, qattiqqo'llik bo'lish umuman kerak emas. Qo'rqoq qilib qo'yish kerak emas ekanda. Shunaqa, siz misol uchun stolga urib turib, "Men buni talab qilyapman" desangiz, u tushunmaydi. U chunki yosh bola o'ynash lekin kerak. qo'rqqanidan qilmaydigan, hamma narsaga o'zi xato Yoki qo'rqqandan qiladi siz aytgan ishingizni. Tushunasizmi? Misol uchun boyagi uy ishlari aytganingizda ham, endi men bitta misol keltirdim, yoki misol uchun bo'lishi mumkin, onasi bilan birga ovqat tayyorlashadi. Misol uchun xamir yoyish bo'lishi mumkin, misol uchun sizga ish emas-da. Aytaylik, ayol kishi olib turib xamir bir bo'lib berishi mumkin-da, aytishi mumkin, "Mana qani qizim, qiling siz ham." Qilolmasin mayli, o'sha o'xshamasin, keyin nimadir bo'lib yerga tushib ketdi, xo'p, tashlab yuboring shu narsani. Hamma yoq un bo'lib ketsin. Tozalasa bo'ladi. Lekin bolada o'ziga ishonch, ota-ona bilan bog'lanish paydo bo'ladi, tushunasizmi? Ota-onaga mehr. Undan keyin u sizni endi gapingizni olishni boshlaydi. Nimaga? Chunki siz yaqin insonsizda. Siz boyagi qo'rqinchli, har doim baqirib turadigan tushib turadigan odam emas. inson emassizda. Endi yaxshi, ijobiy assotsiatsiya paydo bo'lyapti. Tushunasizmi? Shuning uchun o'sha 7 yoshgacha endi men o'zi o'qiganlarim, xulosalarim aytib berdim va o'zim qo'llayotgan yondashuvni aytdim. Endi men tavsiya qilgan bo'lardim. Men shu yo'nalishda turli xil misol uchun manbalardan ma'lumot qidirib o'qib, bilimlarni sal birlashtirsa, endi men ko'p narsani yuzaki aytib ketdim hozir, chunki juda chuqur kira olmaymiz. Har bittasi bolani 7 yoshgacha ta'limi, uni tarbiyasi, uni misol uchun emotsiyalari yoki uni aytaylik harakatlariga reaksiyalar hammasi bu juda katta mavzuda. Buni ota-onada men xohlagan bo'lardim, hammamizda ozgina shu mavzuga qiziqish bo'lsa, hozir ma'lumot topish tekin. Tekin. Shunda GPTga kirasiz, Claude'ga kirasiz, xohlagan ma'lumotni xohlagan tilingizni beradi. Qiziqish bo'lsa bizda, ya'ni balki farzand tarbiyasini boshqacha samaraliroq usuli bordir. Nimaga ba'zilar bolalar do'konga kirganda "Men buni olib bering" deb yig'lamaydi, "Meniki yig'laydi" degan savollarni berib ko'rsak, nimaga ba'zilarning farzandlari shokolad ko'rsa ham yemaydi-da, lekin "Meniki yeydi" tushunasizmi? degan savollarni berib ko'rsak va buni ozgina izlanish qilsak, juda ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Tushundim. Zo'r. Bu yoqda oxirini endi tugatib qo'yaylik. Anaqada ko'p endi mana shu ko'raman, rus bolalarida yoki rus millati odamlarida qayergadir chiqib gapirishdi, fikrini aytishdi, tadbirlarda chiqishdi yoki videolarga tushishdi. Ayniqsa men ko'p endi mana shu sohaning ichida bo'lganimga ko'p mana shu narsani guvohi bo'laman. Hijolat bo'lish, uyalish, tortinish bo'lmaydi. Lekin bizda, to есть mani atrofimdagi odamlar, mani o'rtoqlarimda bunaqa narsa ko'p. Tortinish, hijolat bo'lish, videoga tushishda ham, qayerdadir nimadir aytish kerak bo'lsa ham, aytmay qo'ya qolish, o'shani bilib, javobini bilib tursa ham, o'shani noto'g'riligini ko'rib tursa ham, o'shani gapirmay qo'ya qolish, aytmay qo'ya qolish, hattoki avtobusda mana shu to'xtatib yuboring degan gapni aytish uchun ham hijolat bo'lib, o'sha narsani aytmaslik anaqasi bo'ladi-da. Bu demak yoshlikdan o'sha xato qilishga qo'rquv paydo bo'lib qolganidan demak paydo bo'lgan degan xulosani oldim. Mana shunga qo'shilasizmi yo'qmi? Buni men ikkita tomonini o'zim xulosamni aytaman, ikkita tomoni bo'yicha. Birinchisi bu boyagi holat, ya'ni men o'ylayman, bizning xalqimiz juda bolajon xalq. Farzandlarni juda ham yaxshi ko'radi va shu sababli kichkinaligida endi bu yaxshi ko'rgandan bu mehr-da. Mehr berib boyagi nuqtalarda ham uni asrashga ko'proq harakat qilganimiz sababli bolada balki o'sha mustaqil bo'lish ko'nikmalar shakllanmaydi. Yuqorida kamroq shakllanadi. Yuqorida aytgan mavzuyimiz, hozirgi ochib bergan mavzuyimizni o'sha o'ziga ishonch, mustaqil bo'lish ko'nikmalarini fundamentlari balki o'sha joyda yaxshi shakllanmaydi. Ikkinchi holati bu o'sha ikki millatni qadriyatlari va o'ziga xos tomonlari bilan bog'liq deb o'ylayman. Misol uchun bizni shu xalqimiz azaldan o'sha qadriyatga, insonlar bilan munosabatga, izzat, hurmatga, ibo hayoga o'ta qattiq ahamiyat beradigan millatlardan hisoblanadi. Musulmon bo'lganimiz uchun ham qaysidir ma'noda va mana shuni hayotimizda ko'radiganimiz
o'zbeklarda shu ibo, hayo degan Uyat nuqtalar, bo'ladi. uyat bo'ladi degan nuqtalar bor. Bu bizni qon-qonimizga singib ketgan, chunki biz o'zbekmiz, chunki biz musulmon millatimiz. Ota-bobolarimiz ham shunaqa yashashgan va bizga shunaqa o'rgatib kelishgan. O'zi bu yomon emas. Bu yaxshi, chunki insonni fitratida o'zi mana shunaqa aytaylik joylarda e'tiborli bo'lish faqatgina foydasiga ishlaydi. Fitratida bor shu narsa insonni. Ya'ni qo'pol muomaladan ko'rada eng misol uchun mukammal xulqqa ega bo'lgan zot shu Rasululloh alayhissalom ham aytaylik xulqlari bilan qolganlarga o'rnak bo'lganlar va ular o'shani eng yuksak darajasi bo'lganlarda. Endi bu narsa bo'lishi o'zi yomon emas, lekin bu narsa to'g'ri joyda ishlatilishi kerak balki. Bildingizmi, misol uchun boyagidek holatda avtobusda e'tibor usiz, agar siz etmasangiz, bekatdan o'tib ketsangiz, o'ziga jabr bu. Keyin siz yo peshkom kelasiz, yo boshqa transportda kelishingiz kerak. Etish kerak u paytda. Ya'ni bu boyaga aytaylik hijolat bo'ladigan, uyaladigan joy emas. Lekin siz qaysidir joyga kirmoqchisiz, oldingizda yoshi kattaroq odam bormi? Yo, bu yerda o'tkazib yuborishingiz bu sizni ziynatlaydi. Bu o'sha xulq-atvorni, tarbiyani bir belgisida va bu narsa hamma tomonidan, boshqa millatlar tomonidan ham juda ijobiy qabul qilinadi. Chet elga chiqib qolsa, kimdirga misol uchun joyingizni bersangiz, qo'lingiz ko'ksingizda yordam qilib yuborsangiz, misol uchun bizda shu narsaga moyillik bor-ku. Biz uchun oddiy holat bo'lishi mumkin. Bu tarbiyani qadriyati asoslari-da. Va bu narsa hamma jamiyatda ijobiy qabul qilinadi. Chunki siz boshqa bir insonga mehr, muruvvat ko'rsatyapsiz, tushunasizmi? Lekin bu boyidagi nuqtalarda emas. Ya'ni misol uchun qaysidir joyda Fikr bildirish o'zingizga fikr bildirishga o'rni kelganda, o'zingizga o'zingiz o'sha haqqingiz bo'lib turgan joyda noqulay bo'layotgan vaziyatda etishga. shunaqa holatlarda etgan yaxshi. Ya'ni bu yerda boyagidagi tavoziyni joyi emas, bu yerda ozgina shu o'zi fikrimizni bildiradigan nuqtada. Shuning uchun men o'ylayman, mana shu ikkita katta sababi bor. Bunaqa, misol uchun, endi bu albatta boshqa millat bir-biridan farq qiladi. Tabiiyki. Hammasini buni yoshlikdagi tarbiya bilan bog'lay olmaysan, hammasini hammasini ham emas, bog'lab qo'ya olmaysan demoqchisiz. Hammasini ham emas. Lekin o'tga bog'liq joyi ham bor. Ya'ni men o'sha boshqa millatlarni, shu o'rinda rus millatiga mansub bo'lgan insonlarni ham farzandi bilan o'zini jamoat joyida qanaqa tutishini ko'rganman. Bolalariga maksimal erkinlik beradi. Va bu ba'zi nuqtalarda oshirib yuborishadi. Bu bola boshqalarga ziyon yetkazadigan nuqtaga yetib kelishi mumkin. Ba'zi nuqtalarda bu narsa yaxshi. Bolada o'ziga ishonchni paydo qiladi. Ya'ni siz aytgan mustaqillikni qaysidir nuqtalarda ularni o'zbeklarga nisbatan mustaqilroq bo'lishi balki shu narsa bilan bog'liqdir. Mustaqilroq deganda fikrini bildirishiga, Fikrini bildirish, nimadir ba'zi bir xatti-harakatlarda. Tushundim. Zo'r bo'ldi, aka. Zo'r bo'ldi. Endi boyagi mavzumiz chala qolib ketib qoldi. Faqat yozdim. Ana bu ikkita farzand bo'lganda o'zaro o'sha qanaqa tarbiyalash kerak, bittasidan biridan kam qilib qo'ymaslik uchun nima qilish kerak, nimaga ahamiyat berish kerak, bittasi xafa bo'lib qolmasligi, bittasi xursand bo'lib qolishi uchun nima qilish kerak. Mana shuni endi bitta kattaroq mavzu qilib otsa, faqat keyingi ko'rsatish bo'ladi. Unda alohida ko'rsatuv qilib, unda mana shu mavzuda gaplashamiz, xudo chunki xolasa. uje ancha vaqt o'tib qoldi buni boshlaganimizga ham. Bu video uzun bo'lib ketmasin. Uni bitta alohida ko'rsatuv qilaylik. Nima deysiz? Fikrlar qanchalik foydali bo'ldi, lekin o'ylashimcha yaxshi mavzu olib chiqyapmiz. Va yana bitta narsani shu aytib ketmoqchiman. Bu aytilayotgan gaplar bizning xulosalarimiz va ba'zi bir nuqtalarda bu meni tanlovim bo'lishi mumkin. Kimdir bunga qo'shilmasligi mumkin va bu normal holat. Misol uchun bitta video o'tgan safar bitta video qilganimizda men qizimga shikolat bermayman deganimizda e'tibor bersangiz kimdir izoh yozdi. Bolaga qo'yib berish kerak deb. Misol uchun u insonning o'zini yondashuvi. Men qo'yib berish kerak emas deb hisoblayman, chunki o'sha shirinliklar bu odatda qayta ishlangan mahsulot. Tabiiy holatda siz Twix'ni hech qayerda topa olmaysiz, u tabiiy, u yetishtirilmaydi-ku, tushunasizmi? Demak, bu tabiiy emas. Qayta ishlangan mahsulot. Va men bunaqa mahsulotlar ichida ko'plab kimyoviy vositalar qo'shilganligi uchun farzandimga bermaslik tarafdoriman yoki kamroq berish tarafdoriman va bu mening tanlovim. Va siz qo'shilmasligingiz mumkin, haqqingiz bor, bemalol. Men tanlovim, mening qarorim shu, men o'zimning farzandimni mana shunaqa tarbiya qilish yo'lini tanladim. Va o'sha fikrlar bu yoqqa olib chiqilyapti. Shunaqa, endi siz misol qo'shilmasangiz, o'zingizni fikringiz bo'lsa, bemalol biz sizning fikringizni ham inkor etmaymiz. Chunki bu insonlarning o'zining tanlovi. Biz faqat o'zimizni xulosalarini, tanlovlarni, subyektiv fikrlarni mana shu ko'rsatuv orqali yetkazamiz. To'g'ri. Va men xursand bo'layotgan joyim nimada, aka? Mayli, mana shu qanaqadir ko'rsatuvlar qilyapmiz va bu ko'rsatuvlarimizni qilishdan asosiy maqsad foydali bo'lish, odamlarni miyasidagi qaysidir
eshitmagan, o'ylab ham ko'rmagan jihatlarni ko'rsatib berish, aytib berish. Va tasavvur qiling, shu videomiz balki 10 mingta ko'rilar, balki kelajakda 100 mingta ko'rilar va shu O'zbekistonning ichidagi 100 mingta ota-onaga biza qaysidir g'oyani o'tkazsa va 100 mingta bolani kelajakdagi tarbiyasida qanaqadir ijobiy o'zgarishga sababchi bo'lib qolsa, bu ertaga 20 yildan keyin umuman O'zbekistondagi bolalar уже boshqa darajaga chiqib qolishiga, umuman O'zi maqsadimiz ham boshqa shu. narsaga aylanib ketishiga, menimcha shu yurtimizni rivojlanib ketishiga katta yordam, katta deyishim noto'g'ri. Kichkina bo'lsa ham sababchi bo'ladigan bitta narsalardan bittasi bo'lyapti deb o'ylayman. O'shaning uchun yaxshi narsani targ'ib qilamizni like bosib qo'yinglar, ko'proq odamga yetib borsin. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha. Rahmat.